Assalomu alaykum. Antineuroz kanaliga xush kelibsizlar. Ismim Ziyoddin Mahmudov. Bugungi mavzuyimiz dolzarb bo'lgan va kommentariyalarda juda ko'p berilayotgan savollardan bir video rolik taqdim qilish bo'ladi. Nevroz qandli diabetga, ya'ni sahr qilib qo'yishi mumkinmi degan mavzuni qo'lurdik. Demak, boshlaymiz. Absolyutna inson medko'rikdan o'tishni boshlaydi. Medko'rikdan o'tadi, hamma narsa toza chiqadi, sahrlari norma chiqadi, hamma narsasi deyarli o'zi uchun norma holatga chiqadi. Lekin u miyasi, nevrozdagi inson miyasi xavotirda, qo'rquvda bo'lganligi uchun tushunishga qodir bo'lmaydi. Ya'ni to'g'ri so'z va to'g'ri kasalligi yo'qligini eshitishni qayta xohlaveradi. Lekin vaholanki miyada funksional buzilish bo'lgandan keyin, ya'ni vaqtinchalik buzilish bo'lgandan keyin u insonda ozgina fobiya, qo'rquv, ipokondriya, yomon xayollar bilan bog'liq kechib turadigan vaziyatlar keladi. Ulardan bittasi, masalan, inson nevroz bo'ladi, to'g'rimi? O'lim xayoli keladi, jinni bo'lish xayoli, ko'chaga chiqa olmaydi, uy qamog'ida bo'lib qoladi. Shunga o'xshash holatlardan bir amallab chiqqandan keyin insonda ipokondriya shakllanib qoladi to'satdan. Bu ham o'sha xavotir, qo'rquvni bir reaksiyasi hisoblanadi. Endi ipokondriyada bilasiz, tanadan tashxis qidirasiz. Ozgina tirnog'ingiz o'sib qolsa ham siz uchun bo'lmaydi. Sahr, ya'ni insonda sahr alomatlari o'zida sezilayotgandek tuyultiradi. Xavfli taraflari shundaki, o'zingizni ishontirib qo'yasiz shu holatga. Mana masalan, hozir men ham tinmay gapiraversam, og'zim qurishi yoki ro'za tutgan bo'lsangiz, og'zingiz qurishi tabiiy holat. Lekin nevrozda xavotir, qo'rquv bo'lganligi uchun sizda aynan o'sha sahri bilan bog'liq kechadigan birga bir vaziyatlar bo'lib ketgandek tuyultiradi va reaksiya berishni boshlaydi. Qanaqa reaksiya? Simptom, yana bir pasda bu sahrdagi bo'layotgan belgilar ekan deb o'ylamanglar. Endi og'iz qurish boshlaydi, tez qorin ochadi, tushunasizlarmi? Tez shirinlik yegisi kelib qoladi, kechasi turib xolodilnikni ochishga majbur bo'lib qoladi. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lib qoladi insonda. Shaxsan o'zim ham mana misol uchun yurakdan qo'rquvlarimni, hammasini yengib o'tib bo'lganimdan keyin asosan shu sahr haqida o'ylab qolganman. Chunki meni yaqin insonlarimda sahr bor, yoshi katta insonlarda albatta. Shu insondan qayta so'rardim. Sahr bo'lib qolmaymanmikan, sahr bo'lmaymanmi deb. Oxiri ular ham aytishardi, mana men yuribman-ku, hech narsa qilgani yo'q-ku. Mana parhez qilsang bo'ldi deyishardi. Keyin jab bo'lmasa shu parhez qilib yuraman deydirdim. Ko'ryapsizlarmi? Fikrni shu darajada ichiga kirib ketganman, hamma narsaga tayyor turadigan darajada qilib qo'ygan. Sahr bo'lib qolishlik ehtimoli nevrozda bo'lmaydi. Chunki sahr bu boshqa patologicheskiy muammo bo'lsa, psixologik muammo bu aynan o'sha nevrotik buzilishda bo'ladigan simptomlar bilan bog'liq kechadigan vaziyat hisoblanadi. Xavotirga, qo'rquvga o'rin yo'q. Baribir ko'pincha katta ehtimol bilan o'sha psixoterapiya yo'nalishida o'sha sizni xarakteringiz, emotsional dunyoqarashlaringiz, o'zingizning shaxsiyatingiz, o'sha qo'rquv bilan ko'proq yuzlashish bilan bog'liq kechadigan muammolaringizni ko'rib chiqib, buni yengib olsangiz, o'sha sahr haqida o'ylash sizga umuman nima qilmaydi? Nima deydi? Umuman olib aytganda qiziq hisoblanmaydi. Endi sizlarga tavsiyam, sizlarga maslahatim, sizlarga do'stona maslahatim, hadeb sahrni o'lchatmanglar. Og'zingizlar quriydimi, ichingizlar ketadimi, misol uchun qorningiz tez ochib ketadimi? O'sha boshida nevroz bo'lgan paytingizda qorningiz ochishi uchun harakat qilib yurgan odam bo'lgansiz, ishtahangiz bo'lmagan, to'g'rimi? O'sha paytlarni birro eslab qo'yishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Nevroz sizda qanchalik og'ir o'tsa, go'yo sahr ham sizda xuddi shunaqa rivojlanayotgandek tuyultirishni boshlaydi. Agar nevroz insonda norma holat bo'lsa yoki nevroz tushunib yetsa, sahr bo'lib qolamanmi degan so'z sizga erish tuyulishni boshlaydi. Ya'ni oddiy, nimasi bu, qanaqa sahr, nimaga sahr bo'laman degan ishonch shakllanib boradi. Bunaqa sahr haqida o'ylaydigan, sahr haqida ko'proq aziyat chekadigan insonlarda
asosan flegmatik xarakteri yotadi tagida. Shu flegmatik xarakteri to'g'irlash kerak. Shaxsan o'zimiz to'g'irlaymiz bu holatda va shu qo'rquv va simptomlar bilan ishlab olish kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi mavzuyimizda xudo xolasa hammaga qiziq bo'layotgan mavzu, vaqtimiz ham bo'lib qolibdi. Xo'p, ichki oshqozon nevrozi, ta'sirlangan oshqozon nevrozi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizani kuzatishda davom etinglar.